Hürmetli vatandaşımızın devamı. Reis Xi Jinping Washingtonga ziyoratga kelsa-mu, cho'ng davlatlar o'rtasidagi ixtiloflarni kelishtirgili bo'lmaydi mavzuli xabar 9-oyning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington haftaning 4-kuni, ya'ni 9-oyning 24-kuni Amerika'nın Seattle şəhərdəki ziyaretini axırlaşdırıb, Cungo'nun reis Xi Jinping Washington'a kelidi. Gerçi bu yerdə jigin bir qatım zəmbərək etib, hürmet bilan qarşı alsımı? Aqsarayda kütüb elişqa erişsimi? Prezident Obama bilan birlikdə muxbirlarni kütüb eliş yığını ötkəzsimi? Lekin bularning hammasi İki devlet o'rtasida bargan siri zo'rayotgan ixtiloflarni yoshirib ketelmaydi. Washingtonda tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Yani reis Xi Jinping Washingtonda nurg'un ovorchiliklarga yo'liqdi. Masalan, torbatlari bexatarligi, Janubiy dengiz masalasi, Jungo'ning kishilik huquq xotirasi va iqtisod teminlari qatorliq qo'l tutadigan masalalarga duch keladi. Bu masalalar bo'yicha ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni kelishtirish qiyin. Prezident Obama yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabati degan hukmni qabul qilmaydi. Haftaning 1-kuni Jungo gazeti xabar qilib mundaq dedi: "Ishonishga asosimiz borki, reis Xi Jinpingning bu qatimki Amerika ziyarati nayt aniq holda mundaq bir uchurni. Yani Amerika Jungo ikki davlat to'qnashmaydigan, qarshilashmaydigan, o'zaro hurmat qiladigan, hamkorlashib o'rtaq g'alaba qilish asosida yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabatini o'rnatishga kuch chiqaradi deydigan uchurni yetkazadi. Bunda qaraganda reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlari shu maqsadda ziyoratga kelayotgan o'xshamamda. Buni Bonnie Glaser mundaq dedi. Jungo bu nuqtani Prezident Obamaning e'tirof qilishini bakmi xohlaydi. Nihoyat aniqki, reis Xi Jinping shundaq munosabatning ahamiyatini Prezident Obamaga tafsili tushuntirmoqchi bo'ladi. Lekin deydi yuqori darajalik maslahatchi Mitchell Gerenefen. Prezident Obama yangi tiplik cho'ng davlat munosabati tashabbusini shundaq deydigan bundaq hukmni qabul qilishi mumkin emas. Gerin efendi yana mundaq ko'rsat. Yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabati degan hukmni mening tushunishimcha uchuq so'rinlarda reis Xi Jinping garchi 30 qatimdek takrorlagan bo'lsin-mi? Lekin Prezident Obama mayli shaxs uchrashlar va uchuq so'rinlarda bo'lsin, yangicha cho'ng davlatlar munosabati degan bu hukmni asla qabul qilgan emas. Gerin Aqsarayda Davlat bexatarlik komiteti Osiyo ishlari bo'yicha vazifa o'tagan odam. Shunga bu reis Xi Jinping o'tirib qo'ygan yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabati degan hukm Gerin afandiga hargiz notunish emas. Xabarimizdan davomini anglaysiz, vatandoshim.